Peterda mehnat muhojir kuryerlar reydlar deb vaqtinchalik ishga chiqishni to'xtatishdi. Nijegorodiy oblastida bir nechta sohalarda yana mehnat muhojirlarga ishlashga zapret kiritildi. Rossiyaning gosuslugalarida endi siz nomingizga ochilgan sim kartalarni tekshirishga imkoniyat paydo bo'ldi. WhatsAppda o'zini profilini firibgarlarga arendaga berayotgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilmoqda. Rossiyada Telegram kanallar orqali reklama sotayotgan shaxslarga yangi soliq qo'yilmoqda. Peterda o'z vatandoshini urib o'g'irlagan 6 ta O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinishdi. Rossiyaning bir nechta deputatlari mehnat muhojirlarini bolajonlariga kiritilgan imtihonlarni kuchaytirish taklifi bilan chiqishdi. Yil boshidan faqat 18 mingta mehnat muhojir amnistiya tizimi bilan foydalanishdi. Rasmiy ma'lumot. Saxarvaga ketayotgan avtobusda mehnat muhojirlar tuzoqqa tushib qolmoqda. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin migratsiya sohasida yangi vakolatxonani yo'lga qo'yish haqida qarorga imzo qo'ydi.